Manul yovvoyi mushuklarning juda kam uchraydigan turidir. U qalin juni va sergak nigohi bilan boshqa mushuklardan ajralib turadi. Manul juda kam uchraydigan va kam o'rganilgan hayvon hisoblanadi. O'zbekistonda uni quyidagi joylarda uchratish mumkin: Qizilqum cho'llarida, Surxondaryo viloyatidagi Boysuntog' va Ko'ktang tog'larida uchraydi. Ustyurt platosining Qozog'istonga tutash hududlarida yashaydi. Manulning juni juda qalin va hurpaygan bo'ladi. Bu unga qaqshagan sovuqlardan ham jon saqlashga yordam beradi. U juda kam uchraydigan va odamlardan yashirinib yuradigan hayvondir. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, u biz o'ylagandan ham kengroq hududlarda tarqalgan bo'lishi mumkin. Manul juda kamyob bo'lgani uchun u maxsus muhofaza qilinadigan hayvonlar ro'yxatiga kiritilgan. Tabiatda ularni saqlab qolish ekologik barqarorlik uchun muhim. Manulning quloqlari boshqa mushuklarning qulog'idan pastroq joylashgan bo'ladi va ancha kichikdir. Bu unga ov paytida past bo'yli o'tlar yoki toshlar ortiga yaxshiroq yashirinish imkonini beradi.